Bejiviy salonligi bir dona. Rostiga aslo hali hech kim olib kirmagan, surishtirib, obdon surishtirganimizdan keyin bir dona dog'imiz. Agar olib kirgan bo'lsanglar gap yo'q, qo'yilmiz. Okey. Lekin narx jihatidan ham juda ham ideal qo'yilyapti. Xohlagan joylardan qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. Okey, bu eng full pozitsiyalardan bittasi. Qo'yayotgan mashinamizni har doim bitta haydab ko'rmasak bo'lmaydi, bilasizlar. Okey, Voyaq Tayshan mashinasini eng fullini hozir reklama qilgan kelganmiz. Mana bunaqa joylari Звездный neba. Paroglari tushadi. Mashinaga bitta o'tirasiz, tormozni bitta bosasiz, eshik avtomatik yopiladi. Okey, eng qizig'i bu mashinani zadniga urganingizda mana buni ko'rasizmi? Okey, zadnida ham mana bu narsa ko'rinadi. Orqangizda nima mashina borligini rangli haydab ko'rsatadi. Endi buni bitta obzor qilgani haydab ko'rmasak bo'lmaydi. Bismillah. Okey, orqa balonlari krab bo'lib qayladi. Mana qarang, balonning qaylishini ko'rasizmi? Mana qarang, balonning qaylaganini ko'rasizmi? Orqa balonni. Bu razvorot qilishingizga juda ham qulay mashinalardan bittasi ekan, zo'r mashina ekan, ishonavering. Toshkentda bunaqa yumshoq mashina haydab ko'rmagan edim. Okey, nech pulga bera olamiz bu mashinalarni? Ikki xil rangligini 86 ming qilib beramiz. Hop. Bir xil rangini 85 ming qilib beramiz. Mana shu bejiviy salon bo'lsa ham 85 ming berasiz. Yana sunnatiga o't berasiz. Sizni nomingizdan chiqsa o't beramiz. Bo'ldi. Eng qizig'i, xudo xolisa nasiya savdo asosidan ham mashinani xarid qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Eshiklari avtomatik ochiladi. Звездный neba bo'yapti. Hamma yog'i sidenalarni ko'rasizlar. Bejiviy salon, lekin alohida tema. Boshqacha salonligi bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi, okey? Mana orqa salonlarni ochib ko'rsataman. O'zi profilimiz kirsanglar, bir nechta videolar qo'ydim. Xudo xolisa, bemalol hammasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bu bardoviy salonligi, ikki xil rangligi ko'rasizlar. Mana orqa salonlari, sidenalari mana bunaqa yonma-yon bo'ladi. Mana bunda bo'lsa yonma-yon bo'lib turmayapti, chunki buni ham bitta bossaz, hamma narsasi bir xil qilsangiz bo'ladi. Xullas, pastda nomerlar qoldiraman, ukam nomerlarini bemalol to'liqroq ma'lumot olib, kelib haydab ko'rib mashinalarimizni barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Voyaq Tayshan mashinasi, xudo xolisa hech qayerda yo'q narxlarda xarid qilib chiqib ketasizlar.